Tungi soat 2 edi. Hovli odatdagidan ham chuqurroq sukunatga cho'mgan, hatto shamol ham barglarni qimirlatishga jur'at etolmayotgandek edi. Osmonni qoplagan qora tun yulduzlarni ham yutib yuborgandek tuyulardi. Bunday paytda odatda odamning yuragi ham sekinlashib tinchlik topadi. Lekin o'sha kecha mening yuragim galati bezoftalik bilan urayotgan edi. Hovlining burchaklarida qorong'ilik qalinlashib, har bir soyani shubhali qilib ko'rsatardi. Faqatgina bir xonaning derazasidan xira sariq yorug'lik chiqib turardi. Bu xonani men yaxshi bilardim. Bu mening qaynotam Murod akaning xonasi edi. Men esa oshxonaga chiqayotgan edim. Choy damlab kechasi uyga qaytadigan erim Sanjarni kutish odatim bor edi. U har kuni juda kech kelardi. Ishlari ko'p, qarzlarimiz bor edi. Men esa bu uyda kelin sifatida hamma yumushlarni bajarib uning yo'lini poylardim. Oshxonaga ketayotib, qaynotamning xonasi yonidan o'tayotganimda birdan to'xtab qoldim. Ichkaridan juda past, ehtiyotkor, ammo aniq eshitiladigan bir ovoz kelardi. Bu oddiy gaplashish emas edi. Bu ovoz ehtiros aralash inqillash edi. Yuragim birdan qattiq ura boshladi. Quloqlarim uvillab ketdi. Bir necha soniya qimirlamay turdim. Keyin esa beixtiyor eshikka yaqinlashdim. Ichkaridan kelayotgan ovoz ayol kishiniki edi. Bu ovoz menga juda tanish edi. Men bir lahza o'zimni aldamoqchi bo'ldim. Yo'q, bu mumkin emas deb o'yladim. Lekin yuragim boshqa gapni aytardi. Bu Shahnoza opaning ovozi edi. Shahnoza opa mening katta ovsinim. U bu uyda mendan oldin kelin bo'lib tushgan, taxminan 10 yilcha yashagan ayol edi. Uning eri, ya'ni Sanjarning akasi go'yoki Rossiyada ishlardi. Kamida 7 yildan beri u yerda ekan deb aytilardi. Lekin men uni hech qachon ko'rmaganman. Na rasmda, na telefon orqali. Hatto uning ismi ham bu uyda deyarli tilga olinmasdi. Bu holat boshidanoq menga galati tuyulgan, lekin men bu haqda chuqur o'ylamaslikka harakat qilgan edim. Eshik ortidan yana o'sha ovoz eshitildi. Bu safar aniqroq. Past, ammo yashirilmagan ehtiros bilan to'la. Mening tanamni sovuq ter bosdi. Qo'llarim qaltirab ketdi. Bu mumkin emas deb pichirladim o'zimga. Qaynota va kelin. Miyam buni qabul qilolmasdi. Bu fikrning o'zi jirkanch edi. Lekin eshitayotganim aniq edi. Men bir necha soniya yana turdim, keyin qo'rqib ortga chekindim. Oshxonaga kirib ketdim, lekin qo'limga olgan choynak ham titrab ketayotgan edi. O'sha kecha men uxlay olmadim. Mening ismim Nargiza. Men bu uyga 20 yoshimda kelin bo'lib tushgan edim. Bu nikoh sevgi asosida qurilgan edi. Sanjar bilan tanishganimizda u menga juda mehribon, gamxo'r va halol yigit bo'lib ko'ringan edi. Lekin ota-onam boshidanoq bu to'yga qarshi bo'lishdi. Onam ko'p yiglardi. Bu oilada nimadir bor, qizim. Ularning ichida qorong'i sir yashiringan, derdi u. Men esa bunga ishonmasdim. Sevgi ko'zlarni ko'r qilarkan. Men ham ko'r edim. Bu uy katta edi. 3 qavatli, keng hovlili, boylik hidini chiqarib turadigan hashamatli uy edi. Lekin bu boylik ichida qandaydir sovuqlik bor edi. Mehr yetishmasdi. Uyda qaynota, Murod aka, erim Sanjar va Shahnoza opa yashardi. Qaynona esa allaqachon vafot etgan edi. Shahnoza opa chiroyli ayol edi. 30 yoshlarda, qaddi qomati kelishgan, yuzida o'ziga xos joziba bor edi. Lekin uning harakatlari menga galati tuyulardi. Eri yo'q ayol odatda o'zini tortiq tutadi, kamgap bo'ladi, hayotga biroz sovuqqon qaraydi. Lekin Shahnoza opa buning aksi edi. U uyda juda ochiq kiyimlar kiyib yurardi. Ba'zan shunchalik yengil kiyinardiki, men undan uyalib ko'zimni olib qochardim. Men ichimda savol berardim, bu kim uchun? Uyda mendan tashqari 2 erkak bor edi, qaynota va erim. Shu sababli bu holat meni yanada bezovta qilardi. Sanjar esa ko'pincha uyda bo'lmasdi. U ertalab erta ketar, kechasi juda kech qaytardi. Ba'zan hatto yarim tundan keyin kelardi. Men esa yolg'iz qolardim. Va asta-sekin bu uy menga begona, sovuq va qo'rqinchli bo'lib ko'rina boshladi.
Bir kuni kechqurun hovlidagi ishlarni tugatib, xonamga ketayotgan edim. Qaynotamning xonasi yonidan o'tayotganimda yana to'xtab qoldim. Bu safar men uni ko'rdim. Shahnoza opa. U qizil rangli tungi libos kiygan edi. Libosi juda qisqa va yengil edi. Qo'lida esa kichkina shisha idish bor edi, ichida moyga o'xshash suyuqlik bor edi. U oyoq uchida yurib atrofga qaradi. Hech kim yo'qligiga ishonch hosil qilgach, qaynotamning eshigini asta ochdi va ichkariga kirib ketdi. Keyin eshikni ichkaridan qulfladi. Mening yuragim siqilib ketdi. Bu oddiy holat emas edi. Men devorga suyangancha turib qoldim. Miyamda ming xil fikr aylana boshladi. Balki u haqiqatan ham massaj qilayotgandir, dedim o'zimga. Lekin nega bunday kiyimda? Nega yashirincha? Nega eshikni qulflaydi? Bu savollarga javob topolmadim. O'sha kecha 15-20 daqiqa kutdim. U chiqib kelmadi. Keyin Sanjar keldi. Men o'zimni hech narsa bo'lmagandek tutdim. Ovqat berdim, choy damladim. Lekin ichimdagi shubha meni kemirardi. Har safar oshxonaga chiqqanimda qaynotamning xonasiga qarardim. Yorug'lik ochgan edi. Lekin Shahnoza opa hamon chiqmagan edi. Demak, u o'sha yerda qolgan edi. Bu voqea keyingi kunlarda ham takrorlana boshladi. Har kecha. Bir xil vaqt. Bir xil kiyim. Bir xil yashirinlik. Men esa har safar buni ko'rib ichimdan titrardim. Bu uyda nimadir juda noto'g'ri edi. Kunlar o'tgan sayin mening qo'rquvim kuchayib borardi. Men bu haqiqatni bilishni istamasdim, lekin undan qochib ham qutula olmasdim. Bir kuni ertalab dasturxon atrofida o'tirganimizda qaynotam birdan dedi: "Xudo menga faqat bitta o'g'il berdi." Bu gap mening miyamga urilgandek bo'ldi. Men beixtiyor dedim: "Axir katta o'g'lingiz ham bor-ku." Xona birdan jim bo'lib qoldi. Hamma menga qaradi. Sanjar menga gazab bilan tikildi. Shahnoza opa esa boshini egib oldi. Qaynotam esa dovdirab qoldi. Keyin kulib: "Ha, esdan chiqibdi", dedi. Men o'sha paytda hammasi yolg'on ekanini his qildim. O'z bolasini odam qanday unutadi? O'sha kuni men ichimda bir qarorga keldim. Bu uyda yashirinayotgan haqiqatni bilmasdan tinchimayman. Part 2 uchun subscribe qiling.